Shu komplektimiz 800 ming so'm bo'ldi akalar, mana ko'zingizlar oldida. Hadjichi demer akalarimizga naushnik shaklarni yaxshi eshittirib beradigan yonidan bor. Original. Mana keyin o'zini original USB nimasi chiqadi, shu darajaga. Bunisi Type-C zaryadchiga. Keyin akalar bunga AUX simimiz ham tushoradi. iPhone ishlatadiganlarga agar bo'ladigan bo'lsa shunaqa. Keyin men qo'shimcha oldim akalar.